O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Daro. Shaxsiy ko'rdirmoqchi bo'lganlar shapka profili nomer bor. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Aqlingizdagi kishi sizni rostdan yaxshi ko'radimi yoki yo'q? Qisqa va lo'nda qilib tushuntirishga yetishga harakat qilaman. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Hamma vниманияларni manda qilib, mana eshitsanglar bo'ldi. Hech nima aytishingiz shart emas. Aqlingizdagi kishi sizni rostdan yaxshi ko'radimi? Aslida u o'ylanyapti. U aqlingizdagi inson va o'ziga o'zi ba'zida savollar berar ekan. Men bu insonni yaxshi ko'ramanmi yoki shunchaki qiziqib gaplashyapmanmi deb o'ziga o'zi o'ylab ham turar ekan. O'ziga o'zi ham gaplashib turar ekan. Aqlingizdagi inson o'zi nimagadir tushunmayapti. Sizni u rostdan yaxshi ko'radimi yoki bog'lanib qolgan shunchaki. Chunki bu aqlingizdagi insonni atrofida yoki bu qizlar bor joyda ishlaydimi yoki o'qiydi yoki bilmadim. Atrofida qizlar bo'lgani uchun ba'zida uni ko'zi ham o'ynab turar ekan. Sizga aqlingizdagi kishi 100% sodiqmi? Noma'lum sodiqlik. Sizni 100% yaxshi ko'radimi? Noma'lum. Aqlingizdagi kishi bilasizmi? Siz bilan oila qurish ham hattoki noma'lum ekan. O'rtoqlar, aslida bola ya'ni shu aqlingizdagi inson sizni rostdan paytida juda ham yaxshi ko'rgan ekan, lekin oranglarda qanaqadir katta urushmi, qanaqadir katta xiyonatmi, nimadir bo'lgandan keyin уже bola sal ko'zi o'ynoqroq bo'lib qolgan va sizni yaxshi ko'rishida va siz bilan oila qurishida ko'p ikkilanadigan bo'lib qolibdi. Aslida boshida bola sizni rostdan yaxshi ko'rgan ekan. Judayam.